Bu videoda biz dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Let's go. 5-qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli Darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klonlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha Chico'ning o'yinchog'ini ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchog'i ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim bu? Qamasanmi bu bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olsa ketding? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga davo qidiramiz. Okay, maqsadingizga yetinglar jigarlar. Men normalniy insonman. Bolalar, esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblin oldiga bordik. To'g'rimi, Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichi dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shu uchun ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. Yomg'ir yog'yapti, shu uchun ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlarmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismni to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki mana har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni ham qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqa joydan olib kelib, shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar, bizda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105,000 like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mendan har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va aynan sizlar qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Davlat mana shu payt obuna bo'linglar va men biling obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling. 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'lish mo'ljali sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, eng yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chemodan ochiq bittasi. Sen aniq ochmading emasmi? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chemodan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar Chico'ni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchigan deydi-ku, shundan keyin qolib ketgandi. Hey! Hamma narsa olish kerak, tupu olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldi deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha bo'lib ketdi? Shoshma. Aniq boshlandingmi? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Meni esimda yo'q, prosta kitobda olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okay, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect, qaytmas bir comeback bo'libdi. Rahmat senga do'stim. Endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Yo'q, stop, qaranglar. Biz Goblin oldiga bordik va Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqlik narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqara olasizlar dedi. To'g'rimi? Da. Men buni tashlab kelgan o'sha narsani. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizani qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashlab kelganman. Toshot, bu bizdan emas, Toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bo'lmasa? Saytga kirib chaqiringlar qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Yana o'tgan safargidek hazil qilib. To'g'risi do'stlar, men qo'rqaman Gambitdan. Men buni ichida esa mana o'sha undan oldin safar chiqqan qog'oz va mana bu ko'plab klonlar. Bular ichida qanaqadir kelmagani bormi? Yo'q, menmi kelmadi. Bular hech qaysi kelgani yo'q qancha. Faqat men uchrasi keldi. Xo'p, shoshma. Xo'p, mayli, xo'p. Notebook olamiz. Saytga kirish bo'lsa, saytga kirish. Lekin bu saytdan biz hozir qanaqa klon chaqiramiz? Biz o'zi qanaqa klonlar qoldi o'zi bitta. Hozir. Deylik, balki menyuyimiz o'zgargandir. Ikki safardan beri o'xshamayapti o'zi. Qo'shimcha dabavkalar bordir. Gambitga bunaqa temada hazil qilmang. Boya qarindoshlarim do'siz, brat. To'g'risi. Ya, endi qarasizlar, qo'rqyapsizlar, ozgina tilki tushyapsizlar, nasrlarni ko'tarish uchun shunaqa gapiraman degan. Rahmat, xafa bo'lmang. No, hammanglar do'stlar. Men bilmayman bunaqa qilsa nima qilish kerak, lekin biz yig'ildikmi? Mana shu saytga kirib klon chaqirishga majburmiz. Chunki hozir prosta xayrlasha olmaymiz, ishonasizmi? Men video yo'qilgan, hozir men prosta videoni chiqara olmayman, shuncha rasot qilib. Shuning uchun ham mayli, nima bo'lsa bo'lsin, yangi klon kelsin-da, qo'ldangiz bizdan qo'rqitib qolsin.
Qo'rqqanimizda maydonga chiqmasdik. Let's go. Oxirida Sardorni topishimiz kerak biza. Eng asosiy maqsadimiz. Stop, shoshma. Biz hozir Sardor topish esimizdan ham chiqib ketibdi. Nechtalab klon chaqirib tashladi-ya. Birinchidan klonni o'sha o'yinchoq tashlamiz. Ikkinchidan Gambit botni bizani qiynayapti. Va do'stlar, biz hozir yana o'sha qo'rqinchli saytga kirishimizdan oldin sizlar bitta narsani bilishni xohlagan bo'lardim. Bilgan bo'lsanglar, men yaqinda juda ham katta pump reja qildim va 3 million obunachini biz mana 3400 obunachilarim bilan birgalikda nishonladik. Va bilasizlarmi nima? Biz bu ketishda 100% 10 million obunachiga erishamiz va mana shunaqa brilliant knopkani qo'lga kiritamiz. Shuning uchun ham hozirroq obuna bo'linglar. Va aytgancha, bilasizlarmi, brilliant knopka Amerikadan keladi. Va bilasizlarmi nima? Brilliant knopka kelmasin-da, men o'zim Amerikaga borib olsam-chi YouTube studiyasiga. Chunki O'zbekistondan 10 million obunachi olganman, demak, O'zbekistondan bir jiddiy YouTube vakiliman. Va albatta men agarda YouTube knopkani olish uchun Amerikaga borsam, aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilaman. Chunki aviasales.uz da sayohat uchun biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va aytgancha, Amerikaga borib ko'chada qolib ketmaslik uchun bemalol aviasales.uz dan hattoki mehmonxonalarni ham bron qilsam bo'ladi. Xullas do'stlar, sizlarga ham aviasales.uz tavsiya qilaman, foydalaninglar. Men esa hozir Darknet saytidan foydalanishga majburman. Va do'stlar, biz yana o'sha Darknet saytiga kirib oldik. Va qarang mana. Qarang. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Men hech qis klon chaqirganman, bunaqa yomg'ir yog'magan. Voy, jala quyapti-yu. Qani shoshma. Endi klon keladimi? Ana endi bo'lmasam navbat mana shu Darknet saytiga kirishga va biz o'sha kirib bo'ldik. Va xo'p, qaranglar. Yana o'sha odatiy interfays, mana tralala degan klon, Igor degan klon, bilay, biz bu Gobni chaqirganmiz. Ana endi bo'lmasam yana sal pastroq tushamiz, balkim yana yangi klon. Nima bu? Shoshma. Yo'q, qarang, hozir men buni ustiga bosganim yo'q-ku. Kattaligini qaragin buni. Hop, shoshmanglar. Hop. Ismi Pumba. Semiz klonga Pumba degan ism yashadi. Hop, yoshi ma'lumot yo'q, bo'yi 188 cm, natija 35. Ya'ni 35 ta klon qilganmi shunda? Odam o'ldirgandir balkim. Hop. 38 ta. Bu semizligini qarang buni. Menimcha ko'p odam yeganidan semirib ketgan. Bunaqa narsa. Sen ustiga bosmang, Darknet har doimgi o'yinlari bular. Bizga o'zi yod bo'lib ketgan, hayron qolish kerak emas-da. Shuning uchun pas ssenariy davom etishi kerak. Nima deysizlar? Agar Darknet o'zi bizga shu klonni chaqirishni yana majburlayotgan bo'lsa, biz qo'rqib taslim bo'lamiz. Yo'q. Chaqiramiz. Yo'q. Shunaqa deyapman-ku, lekin hozir Gambitni yana klon qilib bizani qiynasachi? Men qiynadimmi seni? Uka, men ko'nglingga ozor berdimmi seni? Klonga eshikni ochib berdingiz-ku, kim ochib berdi bu? Qiynaldingmi? Ya qo'rqdim. Qiynaldinglarmi? Qiynalmadik va Davayt ko'rsatmalarni o'qib ko'ring-chi. Просто chaqiraylik bo'ldi. Yana men hozir nomerimni teraman. Har doimgidek men. Ya'ni bu sizlar o'ylab ko'rasizlar, men teraman. Hamma do'stlar, ana endi tezroq telefon nomerini terib, shu klonni chaqiramiz. Let's go. Xullas do'stlar, ana endi hamma nomer terildi va просто chaqirish degan knopkani bossam kelish kerak. To'g'rimi? Da. Na startda turibdi. Mana chaqiradi hozir. Bo'lmasam do'stlar, Darknet 5-chi qilsam va yangi klon. Ket. Wow. Ket. Wow. Yana har doimgidek umuman chaqirib bo'lmayapti. Hozir ishlamayapti-yu, nima qilamiz, brat yana? Yo'q, men hazillashmayman, rostla ishlayapti. Mana qara, mana. O'shamachi o'zim. Uy bilan. Brat, Shoshma. Hamma yozishdimi? Da, hamma joyda o'shdi. Shoshma, qara. Qizuv temalar boshlanyapti. Kompyuter mazza qilishni qaranglar. Gapirishga ham qo'ymaydi. Qanaqa gapirasiz? Siz klon kelyapti, siz zo'r tema bo'tyapsiz. Qoching, mana. Anti qo'y, mana. Chimadan, Bering menga. Kamerani, o'sha kamerani shu oling, Gambitaga. Bizning tungi kameramiz qani? Bor, olib chiq yondan. Hop, tashqarida qanaqa klon keldimi? Ay, bilet, qo'lim. Ham derazani kim ochib qo'yapti? Hop. Ya stop, menimcha. Ol buni o'zing sumka qilib bermang chimadanni. Qayerga bekityapmiz chamadonni? Men bilmayman, chimadan qayerga berishdi. O'zi shoshim kimdir keldimi? O'zi yoki biz plus qo'rqamizmi? Просто svet o'chdi, tekshirish kerak kimdir keldimi yo'qmi? Har doim o'zi svet o'chgandan keyin klon keladi-da. Birinchi mana buni gumdon qilish kerak, qayerdir bekitaylik. Chimadannimi? Ha? Hop, chimadanni-ku bekitamiz, lekin hozir nimaga svet o'chgan bilishimiz kerakmi? Albatta. O'zi svet o'chirmaydi-ku. Hop, sababini qildi-ku o'chdi. Aka chaqirilmadi-ku. Biroz har safar chaqirilgandan keyin u ekran o'z-o'zi yo'q qoladi. Ekran oxirida qotdi. Knopka bosasa ishlamadi, xuddi rasmga o'xshab. Demak, yangi обновление bor. Shoshmang, chiqaylik, qop tashqariga chiqaylik просто. Mana qaranglar. Stop, jim tur. Qanaqa qo'shiq ovozimi? Demak, faqat bizda o'chganmi shunda? Da. Atrofda o'chmagan. Kirchi bu yoqqa. La o'rtoqlar.
Har doimgidek svet o'chib, klonlar kelish boshlandi. Hech kim yo'q, просто hech kim yo'q. Va nimaga faqatgina bizni svet o'chdi? Xafa qilma meni. Brat, Bu qanaqa bu qiz bu? Bu qanaqa bu? jim bo'lib qoldi. Nimaga qarotdi? Shoshma, nima deb ko'rib qoldi? Senim tinchlikmi? Qo'lingdagi chimadonni Brat. Ket. Kim bu? chimadonni ber. Men prichom emasman bu yerda, iltimos. Bu qanaqa klon? Qiz bola bu. Hop, saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Gamitdagi saytda ham yo'q edi bunaqa klon. Qiz bolaligi meni xursand qildi. Ha, sizga hazil bo'lsa bo'ldi. Voy, nima qilyapsan bizda? Bor ket. Yuzini yaqindan qarasina. Qo'lidagini qarang. Qo'lida o'yinchoq. Bizning o'yinchoq ana. Buni qaramaylik, bizdan ko'rib qoldi, nechtadan ko'rib qoladi. Chiqir tez. Ol. Eshik bizga, ha? Eshit. Yo, panjarasi bor mana, temir. Hiperaktivna ya. Yo, shoshma. Nima deyapti bu? Nima kerak senga? Xafa qilma, meni deyapti. Nima xafa qilamiz biz buni? Jinnimiz sani. Qo'lingni sup tepaga chiqaylik, biz tepaga chiqaylik. Ketdik. Bu eshik yopiq, kirolmaydi so'z. Da. Derazalar yopganmisizlar? Deraza yopiq. Yo'q, bolalar. Bu hazil emas bu umuman. Ikkinchidan, biz o'z chemadani bizdaligi endi 100%. Ya'ni bizda chemadan bizdaligini ko'rsatib qo'ydik уже. Vohira aytdim deb boya bekitili deb tushundi. Aka, vaqt yo'q edi. Chet уже o'chgandi. Qarang, men qanaqa o'ylagandim? Klon chaqiraman, o'sha pumbamida nima edi, anu semizmidi? O'sha klon chaqiraman, klon kelgungacha aka har doim bizda vaqt bo'lgan. Biz har doim vaqtimiz bo'lgan. Har doim oldindan yashirib qo'yganmiz. Hozir qarang, Tем более biza Pumba degan klonni chaqirdik. Bu qanaqadir qiz bola. Da, rostdan ham. Qo'lida ayiqchamiz bizani qidirib yurgan. Bu meni chaqirgan bo'lsang, nega qiz bola keldi? hop chikkon oyog'i bundan nima qotdi? Xullas, savollar вообще ko'p. Birinchi chemadon yashirish kerak. Hop, bu yoqqa kelinglar bo'lmasa. Yo'q, mana bu shkafga yashiramizmi? Ya bu shkafga bilinib qoladi-da, lekin. Tepasigacha, bo'yi pastroq edi. Ha, da. Qaramaydiysizmi? Ko'rinmaydi-da. Da, kallasiga ham kelmaydi. Vot, umuman ko'rinmayapti. Aniq ko'rib, lekin uzoqdan qarasa ko'ryapti-da. Amal bu tarafga bilmaydi demoqchisiz. Hop, qarang. Kitobni yashirdik. Endichi. Bilsang, oldingilari bilan ozgina gaplashsak nimadirlarni tushunardik. Bir gaplashib ko'rmaylikmi? Aka, buni gaplashadigan so'z yo'q, bu yerda menimcha. Yo, gapiryapti-yu, xafa qilmamani deyapti, chamadan deyapti. Maqsud sezsanmi? Boyda men akam qichib qotdilar. Qiz bola bo'lsa, zo'r bola, qiz bola kelgani. Sizga prikol bo'lsa bo'ldi. Qara, qiz bolani ko'nglini olish osonroqdi-chi, o'g'il bolaga qaraganda. Sherigimmi deng, eng yaxshisi. Qara, kulvordi bilan. Tushunarman. Ey, kulvordi. Qamayl, hop, qarang. Hop, ana endi hazilsiz jiddiy aytganda, esingizda turibdi? Yo'q. Esingizda kim bo'lsa? Yo'q. Esingizda turibdi-ku, kim? Qo'l izi u. Da, qo'l izi. Qanaqa odam turib ko'ryapti, voy. Qo'l izi bu. Kulib turibdi ekan, brat. Yo'q. Bor yaqindan ol. Sezmadim ham. Mana bitta turibdi ekan. Uzoqdan bu qo'l izi bo'lib ko'rindi. Papona, Do'stlar, to'g'risini aytsam, Baqali, shoshma. Birinchi o'rinda like bosinglar. Chunki bu videoga 105 ming like va albatta obuna bo'linglar. Chunki bu videodan menga 33 ming yangi obunachi kelish kerak. Shuning uchun iltimos hozir bo'shatib bajaring. Chunki bu serial davomi bo'lishi kerak. Chunki qaranglar qanaqa yangicha klonlar kotdi. ishi yopiqmi? Da, yopiq. Tegmang, brat. Omoniki Gambit eshikni ochmoqchi. Yo'q, albatta. Gamitiga bog'lab qo'yamiz lekin. Serios bog'lab qo'yamiz, lekin eshik ochmang iltimos. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu klonni qo'lida chikkoni ayiqchasi bor. Bizga mana shu ayiqcha kerak. Shuning uchun ham biz bu klonni haydab yubormaymiz. Ya'ni bu klonni yashnab o'tirmaymiz, chiqib gaplashib ayiqchasini olishimiz kerak. Ayiqchasi qarang, qani. Ayiqchasini ko'rdingizmi? Men ko'rmabman buni. Derazaga yaqinlashsam, beliga bog'lab olganmi? Qo'lida ayiqcha turibdi. Biz plan qildik, ayiqchani olsak baxtli bo'lamiz. Men ham xuddi shuni aytaman. Lekin qanaqasiga olamiz? Qarang. Hey! Isming nima? Isming bormi? Meni ismim bormi? Ha, kel, men ko'yinini olib beraman senga. Bu Ismingiz nima? Brat. Qo'rqyapman. What is your name? nima bu? Voy, Shoshma, nima deyapti? Xafa qilma meni. qara, xafa qilma. Mencha buni xafa qilyapmiz. Brat, kelinglar bu yoqga. Menda fikrim noaniq bo'lib qoldi. Qo'lda qattamami ayiqcha, bo'z bo'yaqcha qanaqasiga biz olamiz? Biz Pumani chaqirdik, qiz keldi. Qiz ham bekorga kelmadi. Biz ayiqchani unutib qoldirganimiz uchun qiz как будто bizga olib keldi.
ular qaranglar bizga yordam berayotgandimi bilmayman. Что bari o'zligi mazza qilib ana razlicheniyasi uchun bizani o'ynatadi, bilasanmi? O'yinlar bor. Ha, yana biz qo'rqayotganimiz-ku, qo'yamazda qilib. Ha, kanalga o'xshab. Omon aka. Nima? Ha bu qiz bola klon sakrab tepaga chiqib ketdi. Ana qarang, mana qarang, eshiting. Jinnimisan, qildirsiz. Ovoz eshityapsizmi? Shoshma. Jinnimisan? O'tirmashib tepaga chiqib Nega ketdi. men derazani ham ochdim? Ey, kitob tepada-ku. Davay to'xtanglar, yuraylik, qaraylik kitob. Brat. Brat, qochib ket, tashqari. Ket. Gambit aka yuring. Gambit aka. Qoching, brat. Yo'qol. Bo'l ket, yo'qol. Bo'l, bu yoqqa Maqsud, bu yoqqa. Qayerdadir yashab olish kerak. Bля, Gambit nima qolib ketdi? Nima Ichkarida. Gambit? Yo-moyo. Bu yoqqa mana kim edi? Biladi, oyog'ini qatlab yuribmiz. Do'stlar, Gambit yana qolib ketdi. Nimaga qolib ketaveradi Gambit? Yana menimcha uni ko'zi oqarib qoldi. Ko'rdingizmi ko'zini? Men ko'zini ko'rganim, ko'zi hali oqargani yo'q, biladi, tuhmat qilmang, ya. Ayiqcha yana tim bo'li. Biz o'sha ayiqchani olib qo'yishimiz kerak uni qo'lidan. Hop, oyoqchani olishni yaqinlash kerakmi? Oldiga bora olasanmi? Shu qichqirayotgan, shalla qilib tashlayotgan oldiga bora olasanmi? Menimcha bizga yordam kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda bizga kitob yordam beradi. Kitobdan ma'lumot olish uchun kitob olish kerak. Da. Hop, kitobga boramizmi o'zi? Qanaqadir Gambit chalg'itib tursa zo'r bo'lardi bizani. Gambit klon bo'lib yotibdi. Bu yoqdan ko'ra chiq, qarab bor, ancha qarab ke. Shu tamyom o'zi. Lekin to'g'risi tushunmayman nima qilish kerak ekanini, do'stlar. Umuman tushunmayman. Mana bu klonni vonitda bo'ldim, baqqicha. Qotqo'ma Maqsud. Kir. Qoching. Kir. Yo-moyo. Qoch, yoping. Yo-moyo. Qara. Qara shuni qara. Shoshma. Onasini ertagirsa yonmasa. O'sha chiqishimi, shuni yonish kerak emasmi bular? Nima bu? Gambit aka, brat. Gambit aka. Gambit aka. Voy! Yo. Stop. Gambit. Yaqin ol, yuzlarimni ko'rmayman. Gambit. Yaqin. Fanar tut. Gambit aka. Brat. Labiga nima qildi? Stop. Tishlab oldimi labidan ham bu klon qiz? Nima qilding Gambitni? Qara shuni qara. Ko'zini olgani. Gambit aka. Nima qilding Gambitga? Nima qilding? Brat, kitobni Gambit topib bergan bo'lsa-chi bu klon qizga. Chunki Gambit bilardi kitob qayerdaligini. Day tekshiraylik, brat. Chiq. Kitob hozir kelib qoladimi deyman-da. Chimidan ochiq. Oching. Bilak kitob o'g'irlagan. Yo'q, bo'ldi. Mana qog'ozni nima qilamanmi? Kitob o'zi joydanmi o'zi? Da, do'stlar, kitob joyda, kitob joyda. Va bizga hozir Tikkoning eng nozik joyi degan ayiqcha kerak. Va bu klonning ismini dash bilmaymiz ham, ha? Da. Ismini aytmadimi? Shuncha payt baqirib ham. Faqat meni xafa qilmanglar deb yuribdi. Prosta Gambit ko'rdinglarmi og'zini? Og'zidan tishlab olgan Gambit. Gambit og'zidan tishlab olgan deydimi? Qon bo'lib yotibdi-yu. Ha, qizni og'zi qonmas-ku, ikkalasining og'zi qon bo'ladi. Nima qildi unda? Qayerdan bilaman? Balkim og'zidan qon kelganda biladi. Hop, shoshma qara. Kitob shotda, baribir o'sha savol joyida qoldi, Maqsud. O'sha savol joyida qoldi. Tez bitta xonaga yashirib olaylik biz. Bilib, mana buni qara, hech bo'lmaydi. Uy ham vashchi g'alati. Hali ham o'sha savol joyida. Aynan Tikkoning o'yinchog'i bundan nima qotdi? Kim bu? Может, bu sevgilisi uchun qasos olishga kelgandir bizning oldimizga. Hozir sen aytmoqchisanki, bu qiz Tikkoning xotini Da. va biz Tikkoni xafa qilganimiz uchun bu bizga qasos olishga keldi demoqchisan. Shunaqami? Da. Bunaqa bo'lganda bu buni aytardi-ku, aytmayapti-ku. Faqat xafa qilmanglar mani. Biz unga nima qildik-ku, xafa qilmanglar. Naborot. U yana Gambit klon qotdi. Va qaysi paytda ko'rgansan Gambit klon bo'lganda og'zidan qon kelganini? Menimcha shuncha paytdan beri Gambit klonga aylanishni boshlardi va endi prям juda ham mamnun kuchaydi. Odamda kasallik bo'ladi-yu, kuchayib boraveradi. Demak, Gambit borgan sari haqiqiy klonga aylanadi demoqchimisan? Da. Yo'q, hamma savolaganchalik emas, shoshma. Bu qanaqadir yechim bo'lish kerak. Biz hali Goblin aytgandagidek o'yinchoqni ichini hali ochganimiz yo'q. O'yinchoq olish kerak, tushunsanmi? Maqsad shu bizda. Kim bu? Brat. Kim? Klon. Gambitga sizmisiz? Bu Gambit emas. Davaychi, faqat Gambit biladigan savolni berib ko'raylik-chi Gambitga. Ochga.
Qarang, Gambit aka, Ha? agar rostdan siz bo'lsangiz, Ha? biz hozir nima qilamiz o'zi вообще-то? Bekinib o'tiribsizlar. Yo'q, o'zi nima qilamiz? Nimaga keldik biz bu dachaga? Ha, Darknetni 5-qismini olamiz. Xo'p, bo'lmasa qarang, videoni boshida aytdim. Qancha like bo'lsa, bu videoning keyingi qismi chiqishi kerak. 105 ming. Topdi. Da Gambit. Ochgan, nima ishonmayapsan? Nima qildim men sizlarga? Shoshma. Ay, orqamga mana bu muxbir ekan kirib ketdi, bilat. O'zini o'zi qo'rqitib yuribdimi bu? Brat, Orqamga tish urdi. siz nima bizani orqamizdan yugurib qochmadingiz? Sallaga shu savol. Nimaga meni tashlab qochasanlar har doim? Mana orqangdan kelyapman, ishingni yopib qo'ygansan. Ishingni yopib qo'yib, sog'liqxonangdan bir nimadir. Orqamdan mix kirib ketdi, do'stlar. Buni hammasi tabiat tomonidan senga berilgan jazo. Meni xafa qilganing uchun. Hammasi to'g'rilar ekansiz, siz. Shoshmang. Gambit aka, qarang, siz o'zi juda g'alati tutasiz. O'zi qarang mana. Bu birinchi marta emaski, biz ham o'zi qo'rqishni ozgina kamaytirdik. Lekin og'zingizni qarang, mana qarang. Qizil o'tibdi og'zingiz biratmi? Qarang. Pomada ham emas-da, bu oqyapti. Tishlab olgan. Nima? Qulpini yuvdim bu. Siz ataylab qizil voy. Men qayerdan bilay, qayerdan og'zim qizil. Sal nima menga eksponatdek qarayapsizlar sizlar? Brat, og'zingizni ko'rdingizmi qizarayotganini? Men seni ham labing qizil. Bor Maqsud, arqonni olib kel. Bor. Ma, olib ketaman, bor. Yo, o'rtoqlar, klon qani bu? Bilang, hali ham shetda bu. Eshikni och. Ochmayman senga eshikni. Siz xohlagan payt bizga dushman bo'lib qolasiz. Va siz umuman tanolmayapsiz buni, cho'smi? Havo qochganicha bu odamni. Qarang, Gambit aka, sizdan iltimos. Mashqga sizni bog'lab qo'yamiz. Mana mametlar, temirda mana. Uni sudrab yuzsiz ko'chaga chiqa olmaysiz. Adavot. Ket! Nima oldingsan? Sindirasan o'z eshikni. Och eshikni. Yo'qol. Sen mendan yomonlik kutyapsanmi? Qara qilib tushuntiring sizga buni. Mana qarang, klonni ko'rasizmi? Balkim ayb sanlarni ko'zingdadir. Aka, kamerachi. Kamera haqiqatda oladi. Ya'ni menga ko'zimga nima ko'rish mumkin, jinni bo'lib qolsam, lekin kamera jinni. Tushuntirsiz ko'zingizda mana. Salla aytayotgan narsalar men ko'rmaganman. Kadrga tushgan narsalar, как будто bu AI. Hay, agarda bizani do'stim deb siz iltimos mashina siz bog'lab qo'yinglar, turing. Biz hal qilamiz. O'sha o'yinchoqchiga narsa olib siz tuzatamiz. Talashmaydi, o'tiring bo'ldi. Hozir. Maqsud arqonni olib kel. May. Ber arqonni. Nima bo'ldi? Nima baqishar qo'ysan? U pastda ham mana eshikni sindirmoqchi bor kuchi bilan harakat qilyapti. Eshikni och deb. Hop, ichkarida nima qiladi u? Bilmayman, menimcha yana Gambitni oldiga kirmoqchi. Gambitni oldiga kirib nima qiladi u jinnimiz, ha? Gambitni ko'zini oqartirib klon qilmoqchi-yu, bu klonlarning hammasi. Boylab qo'ymasdan ham просто chiqmasdan o'tiring, sen ham o'tiraveraman. Aka, siz o'zingizda emassiz. Shoshma, yaxshilab bog'lamayman. Chiqim katta arqon olib kelgin-de. Seriyozmi? Bundan chiqib ketasiz-da. Eng qizig'i arqon hovlidan qattiq olib kelaman hozir men arqon. Pastda, Chemadonni ber. Nima? Chemadonni ber. Chemadonni nima qilasan? Chemadonni ber. Bilet. Chemadonni ber. Hop, bu chemadonni berdi-yu. Ketmayapti ham-da, qo'ldagi o'yinchoq bir malab olish kerak-da. Ishonsizlarmi? Qo'ldagi o'yinchoq olish kerak. Mana shu o'zi bilan qattiqroq bog'lab o'rish kerak ekan bittanimcha. Ishonmir uka, sen meni boylab ketganingga qaraganda, sen yoningda bo'lsan, meni ko'proq foydam tegadi. Qanaqasiga? Sen ishongin uka. Nima qilasiz? Ay qo'yga o'xshab boylab ketmagin, men sen yoningda yuraman, все нормально. Qo'yga o'xshatganlar. O'tgan safar ham Gambitdan bizga chikkoni ushlab turishda yordam bergan. Вот и все, jigar. Mana yomonlab turdi, yaqindan qarab o'tadi. Yo, men Gambit tarafman-da, brat. Hozir Gambit klonga olib kelib nima qilasan? Keyin o'sha paytda bog'lab qo'yamiz. Demak, hech qachon bog'lamaysizlar meni. Bir marta ishondingiz, ishonamiz. Let's go! Nima qilyapmiz? Missiya nima? Mana bu oyoqchani olish kerak. Qara. So'zlariga e'tibor ber. Xafa qilma meni. Xafa qilma. Xafa qilma meni. Brat, xafa qilmaslik kerak-da. Qalbiga to'g'ri yo'l topish kerak. Chiqamizda, sekin boshini solib, o'zim bitta erkalab beraman. Shu paytda sekin o'yinchoqni tortib olamiz. Xafa qilma deb turibdi. Xafa qilish kerak emas, uni xursand qilish kerak. Nima, prosta shunaqa qilsak bo'ldi deb o'ylaysizmi? Sizning yaxshimisiz? Qarang, chiroyliligingizni qalbingizga yo'l topmoqchiman. Ha, maylimi sizni bir yarim tez bo'lsan, ozgina bundoq boshini silab yaxshi gapirsak, xafa bo'lmaydi, xursand bo'ladi, tushunsan? O'sha paytda prям tik oyoqchani olamiz. Qarang, lekin bu rejizam o'xshamasa, birat ishonib kutmaydi. Men qo'limdan kelganini qilaman, jigar. Davay, qani ko'ramiz. Hop, eshik ochdim lekin, Gambit aka qarang. Let's go. Qo'rqma, jigar, men borman. Davay Gambit aka, sizga ishonamiz. Yana eshitolsam ovozini. O'zi chiqyapti tashqari. Chiq, Maqsud, orqada qolib ketma. Qani?
Qanaqa chiroyli bilan. Chiroyliman. Sen chiroyli emassan, o'zi qo'rqinchlisan. Ha, qo'rqinchlisan. Bu jahli chiqib Chiroylisan. Sochlaringni qara chiroyliligini. Kiyimlarini qara yarashganini, omo. Xo'p. Ko'zlarini qaragin chiroyliligini. Shunaqa ham chiroyli qiz bo'ladi. Tirnoqlarini qaragin. Wow! Men bunaqa ledi ko'rmaganman. Shirinligini qara. Chiroyliman. Voy, vobshe chiroylisiz. Qoshlaringizni qarang, terilgan. Menimcha o'xshamaydi. Qarang, Chiroyliman. menga yoqib qoldingiz. Maylimi sizga sevgi izhor qilsam? Qo'llaringizni bundoq qiling. Tirnoqlaringizni qarang chiroyliligini. Mana bunisini ham ko'rsating. Bu qo'llaringizga bor-ku. Yarash. Chiroyliman. Ha! Chiroyli keling. Ya, Sen beni chiroyimdan foydalanmoqchimiding? Men kamda qasot emasman. Gambit aka. Men sot emasman. Kel. Bo'l, kir. ya. Bo'l, kerak. Ay! Bunaqa bola baqirmasin, bular qiz bola baqirsa boshqa qo'rqar ekan odam. O'tirib qo'ydim-a. Hatcha o'xshadi-yu detsil, to'g'rimi? Harakat qilib berdim-u. Uncha olamandik-da, lekin Ey chiroylisiz deydimi? Menga Chiroyliman. menga turmushga chiqaylik. Gambit qanaqadir klon o'ylamoqchi. O'zi aslida bor-ku. Ha. Holatimiz juda yomon, lekin Gambit qilayotgan ishlar vashib turguli. Lekin eshitdingizmi? U men ukamdek sodda emasman dedi. Men kamda qasot emasman. Qo'lida chikkoni qo'g'irchog'i bo'lsa, demak ukasi chikko bo'ladi. Shunda ukasi uchun qasos olishga kelgan bizning oldimizga. Shoshma, qara. Hozir shunday kelib chiqyapti-ki, endi hozir bizning taxminimiz bo'yicha bu Chikkoni opasi va biz ukasini xafa qilib tashlaganimiz uchun opasi qasos olishga kelyapti va chemodanni so'rayapti. Qasos olishga kelgan odam просто kelib turib bizlarni qo'rqitib, bir ham yo'q qilib ketmaydimi? Boya aytdim-ku, o'yinchoqni olib kelgan bizga. Kakta, Chikko eslasang, men sarlarga oxirgi marta yordam beruvdim. Endi sarlarga yordam bermaydi. Chikko emas, uni Kobra aytgan. Voy, ko'pligini eslayam yo'q. Kobra bizga aytgandi. Men sizlarga yordam berishga harakat qildim. Ana endi men sizga yordam bermayman. Вот, как будто bu ham shunaqa yordam berayotganda, tipa. Ha, ya'ni biz o'sha payt foydalanmadik. Mana ana endi shuncha klonga ko'rimiz qolib ketdi. Hozir foydalansak deb yaxshi bo'ladi. Da, qalbiga yana ham yo'l topish. Da. Nima qilasiz endi bu safar? Shuncha qilsa endi bu safar qanaqa yo'l topmoqchisiz? Unga sen yoqsan, omon. Xullas bolalar, qaranglar, menda reja bor va bu ham bo'lsa, bizni tuzoq qo'yishimiz kerak. Ya'ni qaranglar, hozir biz oldiga action olib qo'yolmaymiz. Agarda bizni, men qaritepani ko'rsam, shu to'rani mashtiga bir entirib bir to'r bormi bizda yoki pardami to'r bormi maqsud? Ada boya men podolda ko'rgandim. To'r i arqor ham bor edi. Bo'lmasa, podoni olamiz, to'rni qo'yamiz. Mametga mana Mametga chemodanni qo'yamiz va eshik ochamiz, o'zimiz uzoqqa ketamiz. U ko'radi, chemodan deb kelib, qorong'i-ku bu, zimistonda ko'rmaydi. Bu to'r bo'rlashib qolgan payti biza kelib turib, o'sha to'rni tortib, sudrab, o'yinchoq olsak bo'ladi. Genial! Hozir просто qarab turganimizdan ko'ra mana shu versiya yaxshiroq va undan keyin o'yinchoq ishlik narsalar olib Gambit sotamiz. Vot, mana shu plan bo'yicha ishlaylik. Birinchi marta videodan nimadir olib yutaylik. Hozir biz nima qilamiz? Kimdir chalg'itib turish kerak-ku. Axir Gambit aka. Qanday jigar? Sizlar bemalol podolga tushib, kerakli bo'lgan asbob, uskunalarni olgan holatda mashaq kelsanglar, shu yerda ko'rishamiz. Bo'pti. Chiqing. Men bularga cho'rnavoyman. Xohlagan narsasini qildiradi. O'zi chiqaman dedi-ku. Popona, chamadon mandaki. Let's go. Chiroyliligingni qara, to'xta, uzoqroq tur, iltimos. Tashqarida. Ana. Juda ham chiroylisan. Chiroyliman. Ayiqching ham zo'r. Sochlaring o'zingga yarashgan. Qoshlaringni qara, bay. Ebla bo'lmayapti, bo'la qolinglar. Kulishingga alohida 5. Bo'ldi, bular maqsud. Faqat yuguramiz shunda-ne? Da, juda chiroylisan, ebla bo'lmayapti. Bu Alloh. Nima ko'rmayapman. Nima? Stop. Bu xatam, nima qo'yibdi? Brat, shoshma eshiklar qo'yib ketmasin. Qamasanmi, bilasanmi? Yo'q. Nimaga chemodan olib ketding? Yo'q. Qanaqadir boshqacha issiq buni terisi. Yo'q. Nimaga kelding? Qamasanmi bu? Do'stlar,
chemodan tashlab ketdi va ketdi. Hamma klon bizga dushman bo'ldi. Nima? Yana nima yo'qolib qilib keldi? Mana bas, hammasi o'ldi. Kim bu? Men ismimni aytaman. Ismingiz nima edi popona? Oy. Ismni qarang, ham chiroyli, ham qo'rqinchli. Izabella. O'ylaymanki, qalbingizdan joy topdim. Nima hammasi? Nima jinnimi bular? Yo'q. Sizlarga yordam beraman. Mana. Nima? Nima bu? Hamma klonlar qo'rqadigan narsa. Nima bu? Bu qanaqadir qizil bosh suyagimi bu? Nimasidan qo'rqadi buni? Ko'rsatsam bilasan. Ko'rsatsam bilaman. Hop, shuna shu bilan yordam bermoqchiman demoqchimisan? Mana qurbonim bo'lasanmi? Qosilmasagan jigar. Ey, mamma. Klon yo'qmi oldingizda? Bu bo'laqonlarning. Mana uni. Nima? Bu nima qildi? Kim? Nima kelmaydi? Nima? Bu so'zsiz baqiryapti. Bu bizga baqirmayapti. Bu nima qilyapti bu yerda? Bu klon. Kimda? Bundan o'zar o'tiradi. Bizlarni yo'q qiladi. Gambit bizlarni yo'q. Ey, sen qatton gapiryapti bu gapni. Qatton gapiryapti. Ha, qo'lingdagi nima? Mashina berdi hozir. Men boshqa chalg'itib tura olmas edim buni, to'g'risi. Nimaga? Mani o'ldiradi. Kim seni o'ldiradi? Bre, hop ketdik. O'zi nimadir yordam berdi. Tezkin uyga qochaylik. Kim? Mana. Qoching. Yürü. Voy buni, rostdan qo'rqar ekan. Bu nima bu? Bundan qo'rqdi ekan, ha? Bundan qo'rqar ekan bu. Nima baloli bo'pti, jigar? Qaranglar. Hozir nima bunaqa bo'pti? Goblin bizga yana yordam bersak keldi va mamuni berdi. Va bu narsa hozir bizani qutqardi, to'g'rimi? Lekin mamuni bilan qo'rqitib o'yinchoq olib qo'ysa-chi? Yo, undan ko'ra tuzoq qo'yaylik, men bularni nimaga oldik? Mana nima ekan o'zi kalla? Men bilmayman, aka qarang, menga berdiki, klonlar bundan qo'rqadi dedi. Men senga aytdim, mana shu bola yaxshi bola bizga qarashyapti deb. Shu bola chemodan tashlab ketdi, nargis kelib turib sizni klon qildi. Bu yaxshi bola. Va xushvaqt do'st, iltimos, hoziroq like bosib qo'yinglar va albatta 105 ta like kerak bu videoga. Davayt sizlar men so'ragan like beringlar va bu videodan davom chiqadi. Va biz bilishimiz kerak. Bular nimalar bo'lyapti o'zi? Men masalan tushunmay qoldim. Qarang, mana sizlarga ham video tushunarsiz bo'lib ketmadimi? Tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, tushunarsiz deb yozinglar. Hozir o'zida kommentga tushunarli yo'q, hammasini tushunolmaymiz, nima qiziq bo'lib ketayotganlar, qiziq deb yozinglar. Men bilib olaman shunda. Endi to'g'riroq kel. Va shunaqa qilib bir amallab tuzoq uchun to'rimizni ham o'rnatib oldik. Tort. Ana. Da. Mana. Qarang, prosta keladi-ku. Mana bunaqa qilib bersa bo'ldi. Ishonsan, endi nima? Men buni tortib sinib tushman, muhimi, mana bu yerda ozgina vaqt bo'ladi, ishonsizmi? Biz o'sha paytda bundan foydalana olsak bo'ladi. Ana endi chemodan olib kelish kerak. Va bu paytda biz chemodanning ichidagi kitobni boshqa joyga berkitib, bo'sh chemodanni o'zini klonni chaqirish uchun qo'yib qo'ydik. Endi poponani ushlaymiz. Shuncha erkalatganimiz yetadi. Keladi. Bo'ladi shu paytda Gambitga qarang. Sizga ishonsak, mashta qolib qiz klon kelsa, momentda poylab turasiz-da. Shuni chiqib qo'ldan o'yinchoqni ola olasizmi? Конечно. Chunki hammamiz qolsak ko'rib, nimadir bo'lganini biladi-da, qo'rqadi. Da. Bekinib turaman. Ushlab beraman sizlarga o'yinchoqni olib beraman. Let's go. Eshigi uchun ochish kerak. Eshik qulfini ochamizmi? Davay. Eshik ochdim, Gambitga qoldirib ketaman. Kamerani tashib ketaymi? Mana kamera ol maqsud sana. Bu hamma yerda kamera o'ziga ko'ra olamiz nima deb bo'lsa. Ketdik. Gambitga faqat iltimos parod qilmang. Yaxshilab turing. Hamma yopish kerak. Agar biz hozir shuncha tuzoq qo'yib ham goblin bergan yordamdan keyin foydalana olmasak, biz просто tak yuribmiz, ishonsanmi? Odamlar bizga shuncha aktiv beryapti. Buni oqlash kerak, ishonsanmi? Bilayapti. Gambit jim bo'lib qoldi. Hozir tuzoqqa qaraylik.
yana klon, yana klon. Yana ko'zi oq. Eng qizig'i даже goblin etdi. Что, yo'q, Gambit to'shda klon, u sizlarni yo'q qiladi bo'ldi. Ishonmanglar bunga dedi. Ishonmanglar bunga dedi. Hop, endi nima qilamiz? Hozir ko'chaning eshigi ochiq, chimadan turibdi. Agar hozir omadimiz tuzoqqa tushsa, ishonsanmi? Ha, shoshma, kutib olib kelish kerak. Hozir sanashdi. Постоянно. Gambit aka. Agar hozir ham stop. Biz hali bu videoda kitobdan yordam so'ramadik, ha? Da. Shoshma, biz nimaga kitob? Ha, bu vashi Chikko, mana shu Chikko, buni akasi yoki ukasi, shu o'yinchog'i shu uchun unda. Mana. O'lim daftari, xo'p. Kobrani o'yinchog'i. Bu o'zim klon. Yo-mayo. Bu yozuvlarning ko'pligini ham qarang. Qizilda ham yozgan. Oho. Bu meni qiz bola klon, to'g'rimi? Da. Hop, qara. Shoshma, o'qish kerak. Izabella bu eng qo'rqinchli va eng qo'rqmas klon. Chikkoning opasi. Ana endi tushunamiz. Izabella klon. Buni olib kelgan bo'y uzun Chikkoni opasi, ya'ni demak bu ukasi. Hop, mayli, hop. Shu sababda o'yinchoq bo'lsa, mana nima bu buncha katta narsa? Xo'sh, Izabellaning otasi akasi Chikkodan haqiqiy qotil klon yaratish uchun faqat unga bor e'tibori va mehrini bergan. Qiz otasining e'tiborini qozonish uchun qo'rqinchli sirlarni o'rganib, u kabi shafqatsiz bo'ldi. So'nggi sinovda otasi akasi Chikkoni o'ldirishni buyurganda, qiz haqiqatni angladi. U hech qachon otasiga kerak bo'lmagan va faqatgina otasiga qiz emas, qurol sifatida kerak bo'lgan. Qasos o'ti bilan yongan qiz otasini o'ldiradi. Yo. Baji Chikko kuchli edi, bilasizmi? Agar otasini o'ldirgan bo'lsa, bu undan ham kuchli. Ammo bu ish bu g'alati qiz uchun ozodlik emas, balki cheksiz vijdon azobi. O'z qo'llari bilan o'z qonini to'kkanini anglab yetgan qiz qilib qo'ygan ishidan dahshatli afsus cheka boshladi va qilgan jinoyatidan chalg'ish uchun otasini o'sha qonli kostyumidan o'ziga kiyim yasagan edi. U tunlari qotil klon niqobi ostida ko'chalarga chiqib, o'zining ichki og'rig'ini o'zgalar qoni bilan yuvishga urinadi. Ammo niqobni yechgan har lahzada u o'zidan nafratlanib, yanada tushkunlikka tushib boradi. Demak, bu mana shu qiz bola klon, ismi nima? Ismi Izabella. Demak, bu mana shu Izabellaning tarixi. Demak, hozir qara, shunaqa bo'ldiki, bu Chikko uchun bizdan qasos olishga kelgan bo'lishi mumkin. Men buni o'qigan, u vijdon azobi qiynalib, shu uchun tipa u otasini o'ldirib qo'ygan uchun qolgan hammani qiynash kerak degan emas-ku. Hozir eng qizig'i mana shu Izabella o'zi qilgan aybi uchun bizdan ham jazolamoqchimi? Давайте, brat, boyagi qanaqadir bosh suyakdan qo'rqayotdi. O'sha orqali o'ziga qarshi kurashsak bo'lmaydimi? Sir, men ideya bor. Sen mana shunda qol. Mana Gambitdagi. Bilet, hech foyda yo'q Gambitdagi. Mashimda boya qo'rqqani? Hal qilish kerak buni. Qani? Ha? Mani oson qo'lga tushirmoqchimi deydi? Yo'q. Qo'lga tushiramaysan. Yo'q. Nimaga bu bilan qo'rqotdi? Nima bu? Yaqinlashma! Nima bu? Yaqinlashma! Yo'q! Chimadani nima qilasan? Etasanmi yo'qmi? Etmaysanmi? Etmasang. Nima bu buncha? Nimaga buncha rosalan? Biz sen haqingda bildik hammasini. Men qotilman. Sen noto'g'ri ish qilgani yo'q. Sen pursa qilishing kerak bo'lgan ish qilding. Lekin nimaga bu ish hammani bunaqa qo'rqitib yuribsan? Men gaplasholmayman, do'stlar, men gaplasholmayman. Men o'zim qo'rqaman, ku. Boshqa qilib to'kib ketaman, bilet. Eng qizig'i men nima edi bu skelet? Nima edi bu narsa? Gambit degan qildi. Gambit aka, nima bo'pti? Nima bo'pti hamma yoqqa? Maqsud, men gapirmaysan, nima edi u? Men qo'rqib ketaman. Men nima qildim hozir unga? O xudoyim deb uyam ketmaydi yig'lab, jahl chiqib ketdi buni. Qani? Shoshma, ko'rdim kadrda? Yo'q, mana bu taraf. Bu tarafchi. Ovozi ham chiqmayapti. Ketdimi? Yo'q, u ketmadi hamcha, agar svit yonardi ketganda. Ha, bittada yonmasa kerak endi svet. Beslet yonmayapti. Kimdan beraman keyin? Yo'q,
Hozir boshida qiz klon keldi, to'g'rimi? Da. Meni xafa qilmanglar dedi. Gambitni klonga aylantirdi. Hammaylar Gambit klonligi biz o'sha ko'ndik. Buni tushuntirishga harakat qilamiz. Undan keyin bizga goblin kelib, mana bu qanaqadir qizil bosh chanog'ini berdi. Hamma klon shundan qo'rqadi dedi. To'g'rimi? Biz uni oldik. Ma'mur oston qo'rqdi. Hozir o'shani sindirdim, ana bo'lib qoldi. Undan keyin otasini eslatdim, yig'laverdi. O'yinchoq olmoqchi edim, lekin yig'lab boshi jinni bo'lib ketgandan keyin olamadim. Endi nima qilaman men? Gambit yotibdi, Gambitni olib chiqish kerak. Uyga kirib keldi amchani qiz. Uyga kirib keldi, jahl chiqib. Kamerani och. Oshi balon chiqaryapti. Bo'g'oz eshik sindiradi bu. Bu kim bu? Bu yana boshqa klonmi? Darknet 6-qismni ko'rish uchun sizlardan so'ralgan obuna va laykni yig'inglar. Va agarda Darknet 6 tezroq chiqishini xohlasanglar, kommentariyga 6 sonini qoldiring. Qani ko'ramiz, qancha odam bu videoni kutayotgan ekan.